Lekin qadrdonlar, bugun 29-dekabr. Haftani dushanba kuni. Xudo xolisi bugun bankirokalarimizdan 5 ta qozon osh zakasi tushgan. Abetga xudo xolisi chiroyli qilib, go'zal qilib to'y oshlarimizdan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolisi chiroyli qilib, go'zal qilib, mana shunaqa chiroyli go'shtlardan solib, ko'ngillarni, oshqozonlarni zabt etamiz. Hammalarni kutib qolamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, podpiska tashlashni unutmanglar. Birinchi qozon. Ikkinchi qozon. Oshlarni bosish jarayonini o'tib oldik. Yo'q, endi ziravorlarni berish jarayon. Xudo xolisa sotganimiz barbarish deyiladi. Qoraqand. Qoraqand oshga solinishidan maqsad oshga o'zgacha maza beradi. Asosiy vazifasi qon bosimini me'yorda ushlash uchun. Buni choy qilib damlasanglar ham foydali, xudo xolisa. Qadrdonlar, mana xudo xolisa zakaz 5 qozon oshlarimiz tayyor bo'ldi. Egalariga xudo xolisa chiroyli upakovka qilib yetkazib beramiz. Hammalarni kutib qolamiz. Bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Go'zal qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat. Xudo xolisa chiqib qolsa, operatsiya qilib, chiroyli qilib qorasini qo'yni ham qilib beramiz. Qorasini ham qo'yib, yog'larni ham to'kilmaydi. Alloh, ancha go'zal qilib boradi.